buni 3-seans osteopatiyasida massaj olishmayapti. Bu qattiq o'chirilib yig'lardi, yaxshi uxlamasdi, juda kuchli tonusda edi. 3ta kurs massaj olishdi, bu 3-chisi. Hozir oyijonisidan nima o'zgarish bo'ldi desam, yo'q, faqat yig'lash to'xtadi. Kechasi bir martagina uyg'onyapti. Rosa tirishgan edi bola, o'sha narsa qoldi. Keyin baqirib yig'lashlari qoldi deyaptilar. Dorisiz, boshqasiz 3ta seansda, 2ta seansda shu narsa qopdi-da. Menga yo'q, uncha o'zgarish yo'q, faqat yig'lamayapti dedilar. Kechasi yaxshi uxlayapti dedilar. Tirishgan edi-yu bola, o'shanisi ketdi dedilar. Yana nima xolasizlar deyapman. Oyisi. Shuni deb kelgansizlar, 2ta seansda sizlarda shuncha o'zgarishdi. Faqat shu ketdi deysiz. Yo'q, zo'r o'zgarishlar ketgan. O'sha hammasi ketgan. Bu hozir sizlarga 3-chisi,